Islom Ismoilov ham qo'shildi. Osiyo chempioni nomini qo'lga kiritdi. Xo'p, boya aytganimizdek, taqdirlash jarayoni boshlanmoqda. Hakamlar birinchi bo'lib chiqib kelishadi. Ha, Muhammad Ahmad Al-Shamroniy qatarlik referi boshqarib bordi. U ko'rdingiz qanday hakamlik qildi. Xullas, g'alabamizda u hakamlik qildi. Mana shunday, yaxshi. Yomon emas, tarixda qoldi. Qarsak chalyapti yigitlar, qarang, qarsak ajoyib, zo'r. Mana respekt yigitlarga. Mana shunday bo'lish kerak. Hakamlar ham o'z ishini qildi, baribir. Biz hissiyotlarda qanday fikrlar aytgan bo'lishimiz mumkin-ku? Mana odob, mana tarbiya. Ya'ni bizning futbolchilarni nazarda tutyapman. Shunday. Undan keyingi kadr emas. Lekin bir narsa borki, yerda VAR ham ishlarni muhim qildi. Penalti muhim edi. Biz uchun muhim edi o'sha epizod. Bu demak, hammani aytib o'taman. Muhammad Al-Shammari bosh hakam, Yusuf Orif Al-Shammari bu yerda ham Orif bor ekan. Nuadnit tailandlik referi ishladi. Shuningdek, Kim Yu Jon, Isao Nishihashi, Daniel Elder avstraliyalik aynan u VARga mas'ul bo'ldi va mana u adashmasam. Va Ali Sabah Iroqdan Koki Nagamine. Xullas, bugun zamonaviy futbolda hakamlar jamoasi ham bitta katta jamoa. Salkam futbol maydonda o'ynaydigan futbol jamoasiga teng ularning soni. Rahmat ularga ham, rahmat. Endi saudiyaliklarni bu yo'lakdan o'tkazamiz. Bu yigitlar o'sha aytdim, o'sha Toshkentda Bunyodkorda yaxshi eslayman-da. Biz finalgacha zo'r chiqqandik. Kapadze jamoasi edi. Mezbon sifatida imkoniyatni saudiyaliklarga boy bergandik. Qaytib olishyapti akalarining haqqini. Lekin o'sha jamoa keyin Olimpiya saralash turnirida revansh olgan. Olib ulgurgan. Revansh olgan. Finalga bu yangi sahifa. Finalga final bilan deylik. Bu yangi sahifa. Shunday. Ya'ni o'zini maydonida o'tyapti. Biz hozir oldindamiz. Fair play Saudiya. Davron aka. Fair play Saudiya. Mana futbolchi sponsor. Fair playni ola qoling. Abdulaziz Al-Favas. Hali alohida nimalar bor? Mukofotlar bor, topshiriladigan. Fair playdan tashqari eng yaxshi futbolchi, eng yaxshi to'purar va eng yaxshi darvozabon. Lekin o'sha sovrinlar O'zbekistonga ketishi kerak, nazarimda. Mayli, Saudiya ham quruq ketmaydigan bo'ldi finaldan. Eng yaxshi darvozabon, shubha yo'q. Ne'matulloh. Bu yigit komissar o'zini bozdayapti. Ne'matulloh Rustamjon. Bu ancha qutqardi bizni. Oxirgi epizodni ayting, oxirgi epizodni to'pni olgandan keyin. Qoshni qoqqanini ayting. Dahshatli. Ketdi. Ne'matulloh. Ajoyib. Rahmat. Uni tarbiya qilganlarga, oilasi, ota-onasi, murabbiylari, barchaga rahmat. Hamma futbolchilarimizning ota-onasiga rahmat va dastlabki saboqlarni bergan murabbiylardan tortib shu darajaga yetkazganlargacha. Eng yaxshi darvozabon Ne'matulloh Rustamjonov. 100% munosib. Bugungi seyvlari bilan. Endi eng yaxshi to'purar. Va bu ham albatta buni hozirdan aytishimiz mumkin. Mana bu. Mana Asilbek Aliyev bugun u kerak bo'lsa himoyachi bo'lib o'ynashini ham namoyish etdi. Asilbek Aliyev. Mana 5 ta gol urdi. Zo'r jamoa, qarang.
Hatto bugun 6-chisini ham urishi mumkin edi. Shunday. Darvozabon qaytarib qoldi-da. Tabriklaymiz Asalbekni. Olqishlab kuzatyapsiz, ishonaman. Bu yigitlarni eslab qoling. Va ishonamiz, ular o'z ustlarida ishlashda to'xtab qolishmaydi. Va yana keyingi qadamlarni tashlashadi. Kelajak ular. Endi mening taxminimcha Hasanov eng yaxshi futbolchi bo'lsa kerak. Va eng qiymatli futbolchi, eng muhim futbolchi. Eng foydali, eng muhim. Mana operatorlar taxmin qilyaptimi yo biladimi yo e'lon qilindimi, biz oldindan sezdik. O'sha pozitsiyada turibdi-da, mana o'rtada. Sadriddin Hasanov. Hani raqib kuzatishga majbur, ort planni qarang, raqib kuzatishga majbur. Hammasi bular, hammasi Kayfiyat a'lo. ajoyib jamoa. Sadriddin Hasanov, Bunyodkor vakili, qo'li ko'ksida. Barakalla. Bugungi super gol uchun, final uchun, butun turnir uchun, boya aytganimizdek barcha futbolchilarimizni. Ikkinchi finalchini demak hozir kuzatib qo'yamiz. Saudiya Arabistoni kumush medallarni qabul qilib oladi. Yaxshi, zo'r yigitlar, mana. Hammasi ortda qoldi, ha. Futbol maydonda har xil voqealar bo'ldi, lekin hammasi ortda qoldi. Hurmat bu futboldan keyin qoladigan eng muhimi. Bir-biriga o'zaro hurmat. Ajoyib. Hammasini o'z o'rniga qo'yapti yigitlar. Mana, ular ham kulyapti, ular ham tushunyapti, mana. Ba'zilar. Ular Osiyo sharafini ham himoya qilishadi. Jahon chempionatida omad tilaymiz Saudiyaga. Menimcha jahon futbolida Osiyoning mavqeini yanada oshirish vaqti keldi. Va bunga qaysi ma'noda O'zbekiston ham o'zining katta hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Birma-bir kumush medallarni qabul qilib olishmoqda ham jahon chempionati ishtirokchisi. Ular ham tabiiyki o'zi o'sha 48 talik formatga yetgandan keyin 8 ta boya o'zi birinchi taymda yaxshi fikr aytganingiz, 3 ta bo'lsa 3 tasini ham, 2 ta bo'lsa 2 tasini ham, agar bitta yo'llama qilib qo'ysa ham olar ekanmiz. Shunday terma jamoa endi raqib birma-bir shtab bilan taqdirlanmoqda ham. Ko'ryapmiz. Murabbiylar shtabi Saudiya, mana bu murabbiy bir ko'rib chiqilsa kerak jahon chempionatidan oldin. Endi bu Saudiya Arabistonida bor narsa, ya'ni lokal muvaffaqiyatsizliklar, lekin bu lokal emas, bu anchagina global. To'g'ri finalga chiqishdi, ammo mana bunday holatda mag'lub bo'lishdi. Shuning uchun va qarang, saudiyaliklar qoyil, ular ham qolishdi. Qolishdi. Gap yo'q, bo'ldi. Masala yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shunga olib bordik. Ular ham o'z o'rnida hurmatga sazovor bo'ldik, ketdik. Oltin medallar sari, kubok sari. Muhammad Hakimov, Mo'minxon Bahodirxonov, Miraziz Abdukarimov, Sadriddin Hasanov, Nurbek Sarsenbayev, Muhammad Habibullayev, Sayfiddin Sodiqov, Muhammadali Musaxonov, Abubakir Shukurullayev, Azizbek Erembetov, Ne'matulloh Rustamjonov, Ibrohim Shokirov, Hojiakbar Botiraliyev, Amirxon Murodov, Akbar Muhammadov, Bahodir Ezbaskanov, Abdulloh Fazliddinov, Behruz Saidmurodov, Azizbek Abdumominov, Jamshidbek Rustamov, Asilbek Aliyev, Faridjon Abdullayev,
Diyorbek Mahmudjonov, bosh murabbiy Islombek Ismoilov va uning butun murabbiylar shtabi hammasi menejerdan tortib shifokorlar, matbuot kotibi, administratorlar, massajchilar, hamma. Butun jamoa, butun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, butun o'zbek futboli uchun yangi muhim g'alaba, yutuq, titul bo'lmoqda do'stlar. Uning atrofida ishlagan, mehnat qilgan, katta yoki kichik kim bo'lsin, sharoit yaratgan, imkon bergan, maydonda yugurgan, maydon chetida bo'lgan barcha Bahodirxonov sardorimiz taxti medalni, kubok shu yerda va hozir Mo'minxon oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Tabriklaymiz. Chin dildan super turnir o'tkazishdi. Bir nafasda birinchi turdan finalgacha yetib borishdi va finalda hamma yoqni portlatib tashlashdi emotsiyalar bilan. Mana shunday qo'lga kiritiladi chempionlik. Mana shunday yoziladi tarix. Mana shunday mardonavor tarzda bosib o'tiladi chempionlik yo'li. Hammaga qo'shib g'alaba qo'lga kiritiladi do'stlar. Hammaga rahmat. Boya aytdik-ku. Endi hissiyotdamiz, hissiyot ustidamiz. Balki nimanidir esdan chiqargandirmiz, lekin eng asosiysi bu onlarni mana bu murabbiyimiz qahramon. Yulduzli onlar. Ha. Jahon chempionati bizni kutib ol. Biz albatta u yerda ham yorqin o'ynashga harakat qilamiz. Tayyorgarlik bo'ldi. Bu yog'iga tayyorgarlik, jiddiy